Men sochimni bo'yamoqchi edim. Nima? Yaqin insoningizga telefon qilasiz va undan keyin nima gapirishni sizga ko'rsatamiz. Jigar, sochimni sariq rangga bo'yamoqchi edim. Menga ekler kraskasiga pul tashlab bera olaysanmi, iltimos? Bugunga. Bugun kelib kirasiz, bugun. Bo'ldi. Men kartash beraman senga. Xo'p. Короче, sochimni sariqqa bo'yamoqchi edim-da. Nima? Shunga menga kartamga pul tashlab tura olaysanmi? Qancha? $150 da. O'yga nima? Nazarga o'xshatma. Men shahzodaman, balyaqman deb yuradi. Yo'q, bunaqa emas. Men sochimni bo'yamoqchi edim. Menga ekler kraskasiga pul tashlab yuboring, iltimos. Hozirga paytlarda qo'ygan daxilga asabga tegib men ishlar to'g'rida men bilan sen meni asabimga tegish çok telefon qilyapsanmi? Sanki qolib kelmenga. Bo'yaveraymi? Yo'q, qo'y bo'lar, ta'riflashmasa kerak, senga bo'lar.